Halloween. Barcha kasumkashlar sizlar bilan Ravich. Bugun men eskichak 2-sezon 4-qismga xush kelibsizlar. 5 daqiqalik juda ham qiziq bo'lgan tomoshaga tayyorlaning. Biz boshladik. Bo'ldi, mana biz mirga kirib oldik. Kecha ma'lumotlarni to'g'rilab olganmiz. Hop, endi mana bunaqalarni tayyorlaymiz. Da qo'yib chiqamiz. Vallahi xo'sh. Bizlar kanalda 27 ta obunachi bo'ldi. Yana 3 tadan keyin biz yana bir maqsadimizga yetamiz. 30 ta bo'laylik. Bo'ldi. Hammadan 1000 bor uzr. Lekin Skyblock qismi olindi. Video pashi tayyor. Faqat surat olishdan chiqibdi. Video kamerani yoqishdan chiqibdi. 5 to'lama video kamerani yoqolmadik. Yoqish esdan chiqib ketganda Dragon urib keldik-da. Surat yozilishdan chiqibdi. Mana no man. 31 dekabr kuni Skyblock qaytadan o'ynaymiz. Bo'ldi, biz beryoza daraxtidan ko'proq topishimiz kerak ekan. Topdim. Esimizda qoladi va ketamiz. Ket. Tezroq tush kerak, tezroq. Temir broniyali bo'lishga harakat qilamiz. Bu safar. Balotada yalmog'iz uyi bo'lish ehtimoli 70%. Buni qaraydi. Toza suv loyqasi. Piroza daraxti. Mana ekan u. Qayerlargadir ketib olishi mumkin edi. Menga bular ko'chati kerak bo'ladi. Bo'lama, hozir qaytaman. Sigirni qaraylar. Hozir aylan. Bola sigir xursandchilik qilyapti. Bizlar esa pashni tugatdik. Yo'q, tugata olmaymiz.
Skype tutganinglar uchun rahmat. 31-dekabrda qaytadan olamiz. U yerda rasmlar bor. Post qo'yishim mumkin. Yana yetmasa bilmadim endi. Bo'ldi. Videomiz shu joyda tugaydi. Barchaga tomosha uchun rahmat, salomlar, bo'ldi. Barchaga xayr.